Keyingi mavzuyimiz, ya'ni mavzuyimizning davomi Iroq. Iroq davlati ham xuddi Suriya singari bir qator iqtisodiy, siyosiy holatlarga duch bo'ldi. Bularda 1932-yili Iroq davlati o'z mustaqilligini e'lon qilgan. Iroqda 1968-yili hokimiyatga Arab sotsialistik uyg'onish partiyasi keladi. Hukumat prezident Hasan al-Bakr boshqaradi. Ammo real hokimiyat mudofaa vaziri Saddam Husayn qo'liga o'tib qoladi. Bu jarayonlar Iroqqa neftdan keladigan daromadni beqiyos oshishi davriga to'g'ri keladi. Aholining hayot darajasi sezilarli darajada yaxshilanadi. 1979-yili Saddam Husayn rasman Iroq prezidenti etib saylanadi. 1980-yil sentyabrda Iroq Eronga qarshi urush boshlab yuboradi. Bu urush 20-asrning eng uzoq davom etgan hududiy to'qnashuvi bo'ladi. U ko'plab qurbonlarga olib keladi. 1990-yil Iroq yana bir xalqaro janjalga sabab bo'ladi. U Kuvaytga bostirib kirib, uning hududini egallab oladi. BMT Xavfsizlik kengashi Kuvaytdan Iroq qo'shinlarini zudlik bilan olib chiqib ketishni talab qiladi. Iroqqa qarshi sanksiyalar e'lon qilinadi. Bir necha oylik diplomatik harakatlardan so'ng 1991-yil yanvarda AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Kuvaytni ozod qilish bo'yicha Sahrodagi bo'ron operatsiyasini boshlaydi. Iroq armiyasi to'liq tormor qilinadi. Kuzatuvchilar Saddam Husaynning qulashini bashorat qiladi. Biroq u o'z hokimiyatini saqlab qoladi. Hokimiyatni mustahkamlab olib, Saddam Husayn BMTning Iroq harbiy dasturini to'xtatishga yo'naltirilgan urinishlarga qarshilik ko'rsatadi. U BMT inspektorlarini AQSh foydasiga josuslik qilishda ayblaydi va barcha xalqaro inspektorlarni mamlakatdan quvib chiqaradi. Shundan so'ng 1999-2000-yillarda AQSh boshchiligidagi xalqaro kuchlar Iroq harbiy obyektlarini bombardimon qilishadi. Eslab qolamiz, 1999-2000-yillarda AQSh boshchiligidagi harbiy kuchlar Iroq harbiy obyektlarini bombardimon qiladi va 2003-yili AQSh va Buyuk Britaniya qo'shinlari Bag'dodga bostirib kiradi. Saddam Husayn hukumati quladi. Amerikaliklar va ularning ittifoqchilari butun mamlakat hududida o'z nazoratini o'rnatadi. Ular Saddam Husaynning 2 o'g'li va yosh nabirasini o'ldirishadi. 2003-yil dekabrda Saddam Husaynning o'zi ham qo'lga olinadi va osib o'ldiriladi. Diktator o'ldirildi, ammo va'da berilganidek Iroqda demokratiya va tinchlik o'rnatilmadi. AQSh va uning ittifoqchilari Iroqdagi vaziyatni jilovlay olmadilar. Terrorchilik harakatlari avj olib ketdi. Bularning natijasida ko'plab begunoh odamlar qurbon bo'ldi. 2005-yili qabul qilingan konstitutsiyaga binoan Iroq uning xalqini tashkil qiluvchi 3 ta etnos, arab sunniylar, arab shiyalar va kurdlar kelishuviga asoslangan parlamentar federativ respublika deb e'lon qilindi. Saddam Husayn paytida hokimiyatda bo'lgan sunniylar endi muxolifatga o'tdi. Ammo 2010-yil bo'lib o'tgan parlament saylovida kutilmaganda muxolifatdagi sunniylar g'alaba qozondi. Biroq joylarda real hokimiyat turli qurolli guruhlar qo'liga o'tdi va ular o'zlari egallagan hududda shariat qonunlarini joriy qilib, minglab begunoh kishilarni o'rta asrchalik usullari bilan qatl qilishni boshladi. Millionlab kishilar qochoqqa aylandi. AQSh hukumati, jumladan prezident Barack Obama, AQShning Iroqqa nisbatan siyosati xato ekanligini tan oldi. Ko'pchilik mutaxassislar aynan Amerika siyosati Yaqin Sharqda vaziyatni keskinlashuviga, IShID singari terrorchi tashkilotlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi deb hisoblashmoqda. 2016-yil dekabrda AQSh prezidenti etib saylangan Donald Tramp Yaqin Sharqdagi o'z siyosatini qayta ko'rib chiqishiga va'da berdi.